İnson qadri loyihamiz boshlandi. Pochkasi ishlamayapti deb ukamlar xabar bergan menga. Shu teshik orqali o'tfak tashqariga olib chiqadi. Mana venasi, hozir buni biz kesamiz. Mana venasi to'liq ajralgan. Men butun hayotimning oxirigacha qarzdorman. Hammaga emasda, jiyaniga buyrakni berish. Bizni kuzatishda davom eting. İnson qadri loyihamiz boshlandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozir Po'lat Karimov yana navbatdagi o'sha buyrak ko'chirish amaliyotiga hozir kirib birga ishtirok etamiz. Hozirgi bemorning holati qanday va ularda buyrak almashtirish uchun qanday ko'rsatmalar bo'lgan? Bu bemorimizda surunkali buyrak yetishmovchiligi, bemor dializda, buyraklari ishlamayapti. Shuning uchun bu buyrakni bitta yo'li o'z hayotiga qaytishga, buyrak transplantatsiyasi qilishga va hozir bizda donorda operatsiyani boshlayapmiz. Bu donorimizda farqi shundayki, bunda yana o't tosh kasalligi bor. Biz birinchi bosqichda shu laparoskopik usulda o't tufayini olib tashlaymiz va keyingi bosqichda shu bemordan buyragini laparoskopik usulda olib bemorimizga transplantatsiya qilinadi. Demak, bir vaqtning o'zida ikkita amaliyot amalga oshiriladi. Ham o't tufagining olib tashlanishi, ham buyrak almashtiriladi. Bu juda ham murakkab amaliyot, laparoskopik usulda amalga oshiriladi. Laparoskopik usulda amalga oshirishning eng asosiy foydasi kesimning kichkinaligi, infeksiya tushish xavfi kamroq. Mana shunday holatlarda aynan respublika ixtisoslashtirilgan nefrologiya va buyrak transplantatsiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazida amalga oshirilmoqda. Demak, ruxsat bersangiz, hozir inson qadri loyihasi doirasida biz jarayonni kuzatsak va hamyurtlarimizga havola etsak. Ha, albatta. Mana bu bemorimiz ayol kishi, iltimos qilgandir bo'lmaslik maqsadida laparoskopik usulda qilinadi va shu ayollar uchun juda ham hozirgi paytda muhim narsa. Demak, loyihamiz boshlandi. Bizni kuzatishda davom eting. Kindi intaydan 1 santimetrlik razrez kesma qilinadi. Qorin bo'shlig'iga tushiriladi. Qorin ichiga kirdik, trakar deyiladi. Mana shu trakar orqali qorin ichiga kirib, kamerani qorin bo'shlig'iga kirgizamiz. Mana shu narsa trakar. Bu kuchli bo'ladi. O'shaning uchun qoringa kirayotgan paytda qorin ko'tarib turiladi, ichki organlar ishkasa emas. Bu kirib bo'lgandan keyin ham olib tashaladi uchi. Da keyin kamerani o'zi shu teshik orqali kiradi. Kengaydi. Prostranstvo paydo bo'ldi. Mana shu prostranstvo hisobiga biz endi operatsiyani davom etamiz. Bemalol qila olamiz. Mana jigar, bu oshqozon, mana bu katta charf, mana bu ichaklar, mana bu oqrog'i yo'g'on ichak, rozvo'yrog'i ingichka ichak, mana bu yo'g'on ichak, mana bu appendix. Mana shu teshiklar orqali laparoskopiy instrumentlar bilan operatsiya qilinadi. Shu teshiklar orqali o'tfak
tashqariga olib chiqadi. Вот pufeyni anatomический rus tilida aytaman, telasi bor, shaykasi bor, и dnosi bor. Mana bu tepada dno. Dnodan tortamiz. Mana telo, mana shayka, mana Gartman kanal. Shu Gartman kanalni hozir biz освободить qildik. Mana ichida tosh turibdi Gartmanni. Endi puzurniy platokni ajratib, mana shundan biz pufeyni puzurniy platokda har doim tekshirish kerak. Ichida tosh bor yo'qligini. Jigar anatomiyasini bilmasa, xirurg ana shu arteriyani boylab ketishi mumkin. Keyin bu yaxshilikka olib kelmaydi. Jigarning yarmisi qon bilan ta'minlanmaydi. Bu donorlikka operatsiyaga olingan bemor. Lekin shunga qaramay biz сопутствующий patologiyasini olib tashlayapmiz, klipsalar qo'yyapmiz. Arteriyalarga klipsalar qo'ydim, endi puzurniy platokka klipsa qo'yyapman. Uходящий. Bu puzurniy platok kesildi. Mana желчь ichida qo'yilyapti. Sog'liq. Yana bitta klipsa bering nimaga arteriyaga. Mana arteriya saqlab qolindi. Mana ketayotgan arteriya. Men o'ylayman bu arteriya jigarga qarab ketgan. Mana endi qoldi tufayni ajratish. Kichkina pupochniy grijasi bor. Bu laparoskopik usulda o'sha grijani ham hozir yoqib ketamiz. Birinchi bosqich tugadi. Hozir kasalni perikladka qilamiz. Ikkinchi bosqichimiz pochkani transplantatsiyaga olamiz. Hozir mana толстый kishkani utilizatsiya qilyapmiz. Ganadniy vena, почечный venaga vливаться qilish. Ayollarda yo'g'on bo'ladi, erkaklarda ingichka bo'ladi. Ana shuni ichida yo'q. Shuni tishlagan joyini почечникda uchtirdik hozir. Mana bo'ylakni to'liq ajratib bo'ldik. Orqa tarafi bu to'liq ajalgan. Mana orqa tarafdan arteriyasi ko'rinyapti. Mana Почечный arteriya, mana aortadan chiqib kelyapti. Hozir bo'ylakni biz oldi tarafini o'zin joyiga qaytaramiz. Mana venasi, hozir buni biz kesamiz. Mana venasi to'liq ajalgan. Mana haligi arteriyasi, bu ham to'liq ajalgan. Mana shularga mana biz gemolog qo'yamiz. Bir xil shivash apparat qo'yadi. Mana machitoshnik bilan ganadniy vena birgalikda ajralgan. Kasalni nafas olib chiqargan uglekislый gazni o'zida ushlab qoladi. Mana machitoshnikni kesyapmiz. Bo'ylakni biz yuvyapmiz. Bu mana maxsus rastvor bor. Shu rastvorda yuviladi. Ichida hamma qon chiqaziladi va shu rastvorda yuvgan hisobiga bu bo'ylak tashqarida qonsizlik paytida ma'lum bir vaqt tur berishi mumkin. Shu maqsadda bo'ylakni hujayralari o'lmasligi uchun mana shu konservatsiya qilinadigan rastvor bilan yuviladi. Murakkab amaliyot o'z nihoyasiga yetdi. Mutaxassisdan bilamiz, qanchalik omadli kechdimi jarrohlik amaliyoti yoki qandaydir qiyinchiliklarga duch keldingizmi? Ha, bu amaliyot ancha yengil o'tdi. Bu biz o'ylagandik, uzoq o'tadi deb o'ylagandik, chunki birinchi etapda o't pufagini oldik laparoskopik usulda, keyin kindik chudasini bo'yicha operatsiya qildik laparoskopik usulda. Undan keyin bemorning pozitsiyasini o'zgartirib, bo'dagini olindi. Endi bu amaliyotni agar ochiq usulda qilinganda bundan ham ko'proq vaqt ketardi. Bir nechta kesiladigan dostуп bo'lish kerak. Mana shu narsalardan tufayli bemor qiynalmasdan mana shu laparoskopik usulda qorin bo'shlig'ida hamma amaliyotlar amalga oshdi va bu narsa ancha tez bo'lib va bemor mana operatsiyadan keyin ertaga уже oyoqqa turib bemalol yurishni boshlaydi. Bundan tashqari biz bo'ylakni olinadigan
kesigimiz 5-6 santimetr bo'lib, ko'rinmaydigan joyda joylashgan va bu juda ham yaxshi kosmetik effekt berdi. Hozir mutaxassis bilan birgalikda esa biz bemorlarning holini o'rganamiz. Ular jarrohlik amaliyotidan keyin o'zlarini qanday his qilmoqdalar, ular bilan ham suhbatlarni amalga oshiramiz. Tog'amni o'g'li bu. Kasalligini eshitib qoldim. Pochkasi уже ishlamayapti deb ukamlar xabar bergan menga. Jigar yo'qotish nimaligini bilaman. Sraz telefon qilib ukamga, "Men beray senga mana shu buyragimni. Ko'raylik qani tekshirtirib" dedim. Baribir jigarim. Voz kecha olmadim. To'g'ri, men ammaning qiziman, balkim tushmay ham qolishi mumkin, balki donorlik ham u yoqni o'ylamadim, lekin hammasi Allohdan. Bir vaqtimizda menda 3 ta jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. O't pufagimda tosh bor deyishdi. O'shani olib tashlashdi. Keyin kindigimda grija bor ekan. Grijani ham olishdi. Shu bilan buyragimni jiyanimga ko'chirishdi. Aytadigan gapim, hech ham qo'rqmanglar. Bu narsa hayotingizga xavf solib yo boshqa qilib nima qilmaydi. Chunki men o'zim qo'rqmadim. Даже 3 ta operatsiyam o'tib ketdi. Jiyanim ham sog'lom, Xudoga shukr. Tabletkalar ichib yurardim, lekin dalillar nimadan ekanligini hech ham bilmaganman. Har joylarga borganman, Xorazm, Nukusga borganman. Xorazmga 1 yil oldin borganimizda o'tkir buyrak yetishmovchilik surunkali kasalligi tashxisi qo'yildi. Uydagilarga aytishdi. Dadam onamga aytdim, endi nima qilamiz deb ular o'ylashib nima qilib qoldi. Keyinchalik dadam o'zim beraman o'g'lim buyragimni deb dadamni tekshiruvlarni boshladik. Boshida ko'pchilik beramiz deganda, ular joyiga kelganda hammasi indamay qolishdi. Ammam qiz aytdi, o'zim beraman jiyanimni senga dedi. Keyin to'g'risi endi u kishining ham oilasi bor. Amallab keyin rozi bo'ldilar, men kutmagandim. Endi hammaga ham emasda jiyaniga buyragini berish. Qo'rqqanim shu, dializ olib boshladim. Shu dializda уже 1-2 marta mazam qochdi. Shu dializdan o'tib qolarmikanman deb o'ylagandim. Xudoga shukr, alhamdulillah. Opam rozi bo'lganlardan keyin Toshkentga keldik. Tekshiruvlar boshlandi opamni. Yaxshi, Xudoga shukr. Men butun hayotimning oxirigacha qarzdorman. Hech kim qilolmagan ishni qilib berdi. Eng yaqinlarim qilolmagan ishni qilib berdi. Globniy shifokorlarga katta rahmat. Shu yergacha olib keldi bizlarni. Agar kimki mana shu kasallik bilan nima qilib yurgan bo'lsa, mana shu kasalxona o'sha joyda biz maslahat beramiz, kelishsinlar. Qo'llari yengil, hamma professor nimalarni muomalalari yaxshi, hammasi yaxshi bu yerda. Shem zo'r, to'g'risi maslahat beraman men o'zim. Aynan buyrak ko'chirish amaliyotlari bo'yicha sizning har qanday savolingiz bo'lsa, hozirda ekranlarda ko'rib turgan bizning ijtimoiy tarmoqdagi maxsus manzillarimizga va qolaversa telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib, bemalol mutaxassisga murojaat yo'llashingiz mumkin.